Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. Yigirma birinchi qism. Hey, Sarigul, gap qila deyman. Xuddi tangazi tishlab olgandek jimmitib o'ltirmay. Yoki Basit degan to'ng'iz tunogunda seni avar qildimi ya? Agarda toki hozirgacha sizlarni xotirjam yashag'ilib qo'ymay, parakanda qilib kelayotgan bo'lsa, endi uning yuz xotir qilib o'ltirma, uqdingmi? Bolalaring kundan kunga cho'ng bo'lib ketyapti. Havoxon xato tushunib, Saranni yana yo'ldoshi Basit izlab kelib, parakanda qilayotgan o'xshaydi, deb o'ylab qolgan edi. Saram birdilla ko'zlaridan marjondek yoshlarini to'kib, do'sti Havoxonning ko'zlariga bechoralarcha talmurib, yig'lab turib so'zlashga boshladi. Jinim do'stim, bu gapni senga qanday yig'iz etishni faqat bilolmayapman. Shunlashqa bu odam yig'izga ilishqim o'yiladigan nomussiz ishlarni boshqalar anglab, menga la'nat o'qig'icha u dunyoga o'zim bilan birga sirqib elib ketay deb o'ylagan edim. Ammo mashinadan hamoqat qizim Aliyaga ichim og'rib, yana qaytib keldim. Do'sti Saramning gaplarini anglab, hech nimani anqirolmagan Havoxon sal xafa bo'lgan holda: "Sarigul, jinim do'stim, tilingni chaynab o'ltirmay zodi nemish bo'lganligini tezroq aytqina bir. Sal turib, bolalarimni o'g'inish kursiga berib qaytirib kelmasam bo'lmaydi texi", dedi. Shundala Saram do'stining qo'lini tutib, yig'lab turib, qizi Aliya bilan o'g'li Mardonning qilib qo'ygan bu qilish tugul, eg'izga ilishqimi nomus qiladigan sharmanda ishlarini do'stiga birma-bir aytib berdi. Havoxon do'sti Saramning yig'lab turib aytgan bu gaplarini anglab, boshda xuddi bir qiziqarli hikoya anglagandek angladi. Keyin bu so'zlanayotgan ishlar hikoya bo'lmasdan do'sti Saramning beshiga kelgan, bolalar qilib qo'ygan sat ishlar ekanligi esiga elib, birdilla chiroylari o'ngib: "Hey, ahmoq adashim. Bolalar shunchalik bo'lib ketkicha, sen ona bo'lgan odam, bolalarning yurish-turish, ish-harakatlariga mundaq bir qarabmi sezmadingmi? Sening degan gaplaringdan qaraganda, bu tuyuqsiz bir kundul bo'lib qolgan ish emaskan-ku. Asta-asta taraqqiy qilgan ishlarkan-ku. Hey, döt xotin, hey, ahmoq do'stim. Bu ishlarning-chu, tezdan busini chiqarmasdan biz bir taraf qilmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa boshqalar tugul, au erang Basit degan taxiga ega bo'lmaydigan eshak qo'y. Mushtobda mahalla ichida jinini boqolmay, heli buning narsa keraklarini o'g'irlab, xaqdan tayoq yeb, siz jinini bir yerga patqizolmay yurganning ustiga bu xabar uning qo'lqiga yetib qoladigan bo'lsa, seni bu yer yuzida yashig'ili qo'yamdikan u nomussiz razga. Uyingning oldiga kelib olib, nochilik qilib, meni yaramas, ishlab pul topolmaydi deb mendan ajrashib xitingni olgan edim. Ikki bolani guldek boqaman deb po etib, oxir bolalarni bir-birisiga sulab berib boqdingmi? U nomus qilmaydigan, akisiga singlisini sulab beradigan sulamchi deb bu dunyoga tug'ilganingga datta guzvetidi, boqdingmi? Shuning uchun darhol qizingni elib chiqqan. Doktorxonaga elib berib, qo'rsiqdagi homilani vaqtida bir taraf qilib etayli, dedi. Saram do'sti Havoxonning gapini anglab, texmi g'amga tushib ketgan edi. Voy jinim do'stim, meni Aliyani doktorxonaga elib bormadimikin demsam. Doktorxonaga elib bordim. Ammo doktorlar bolaning texi balog'atga yetmaganligini, endi 13 yoshga kirganligini ko'zda tutib, bolaga birarsiz yankashlik qilib, nomusiga tegib, bosqinchilik qilgan bo'lishi mumkin. Darhol jamoat xavfsizlik idorasiga ma'lum qilayli deb turib oldi.
Men mi başta şundaq boldimikin degan edim. Keyin Aliyani urib, qiyin qistaqqa olganda o'ylamag'an yerdan qursiqdagi homilaning akisi Mardanning ekanligini deganda bu sharmanda ish cho'g'ilib chiqdi emasmi? Endi qandaqmi qilaman? Jinim do'stim, qaysi doktorxonaga borsak, mushundaq prinsip uchun maqdigan ishkan. Qarab turib el yurt ichida rasvo bo'lg'uchilik. İki balığı zəhər berib öldürüb ötüblər. İki balığı zəhər berib öldürüb ötüblər. Mən ölüşdə tikilib qaldı. Sarəm şundaq dəb, boquldab yığılab ketdi. Havaxan dostuğu iç ağrıtıb, birdəm olturub ketgəndən keyin, birdilla tuyuqsuz bir iş yadığı gəlgəndək, çöçüb Sarəmge gəp başladı. Hər az mening esimga bir ish kelib qoldi. O'tganda bizning mahalladagi mechit akamlarning qizi Ruqiyani bilsan-ku. Heliqi qumkaris tarafga ergi bergan. Shu qizning tunji bolasi texi bir yoshga kirmay turibla, sal o'zining mijozida benormallik his qilib, doktorga tashkil berib ekan. Aytgandek bu yudi qatda emasmi? Ruqiya doktorga berib, yelinib, yig'lab turib, quchug'idagi bolasining kichikligini, bu balani olmaydiganligini aytib, qursig'idagi homilini oldirib o'tishni aytib ekan. Doktor u qizga, agarda balani olmaydigan ish bo'lsa, yo'ldoshining birga kelishini aytibdi. Ruqiya qandoqmi uyga kelib, yana qursig'ida qolganligini yo'ldoshiga ayta olsin. U kishilar toza bir mutassib odamlar bo'lgandikin, qursig'idagi balani tug'san deb turilishidan ansirab, yig'lab, opalarining uyiga kelib, bu ishlarni ochisiga aytib ekan. Ochisi Salima o'qishib yurib, bozorning usti tarafida bir shaxsiy ayollar kasalliklarini ko'radigan doktor ayolning borligini. U ayol burun ayollar bo'limida xizmat qilib, hozir pensiyaga chiqib ketganligi uchun o'g'irliqcha uyda kasal ko'radiganligini anglab, singlisini ashu ayolning qishig'i elib berib, Ruqiyaning qo'rsig'idagi homilani olg'izib etibdi ekan. O doktor ayolning nihoyat qo'li yenikdaydi. O'z oldiga doktorxona ochmagan bo'lsa-mu, uyda ayollar kasalliklariga ishlatadigan hamma uskunni sayman dorilardan tutib, hammasi bor ekan. Ruqiya qo'rsig'idagi homilani oldirib o'tgandan keyin bir necha kun yetibla asliga kelib ketibdi. Hey, to'xtag'ina, men ashu Salima bilan bir telefon urib aloqalashib baqay, ha? Singlisi Ruqiyani elib borgan doktor ayolning uyining adresini aytib bersa, ajab emas. Havaxon shundaq degenicha aldirash yon telefonni chiqarib, telefonning ichidagi nomer xotiralari ichidan izlab yurib, bir nomerni tepib, aldirash telefon qildi. Ayol bo'lmayla, nihoyat zil ovozda qarshi tarafning "Tinchlikmi? Kim u?" degan ovozi anglandi. Havaxon nihoyat eg'ir bisiqlik bilan: "Ha, tinchlikmi ukam Salima? Qandaq mijozingiz yaxshimi? Uyda o'xshamamsiz? Sizdan birsini so'ray degan edim." "Ha, tinchlikmi Havaxon acha? Qandaq mijozlar yaxshimi? Obdan turib-atamla. Men texi kimdi debdiman. Qana Havaxon acha so'rasizlar. Mendan so'raydigan kim edi u?" Salimaning ovozidan sal hayron bo'lganligi chiqib turadi. "Ha, mundaq ishdi ukam. O'tganda singlingiz Ruqiyani bozorning usti tarafidagi bir shaxsiy ayol doktorga ko'rsatdik degandek qilgandingiz. Ashu doktor ayolning aniq adresini, ismini xafa bo'lmay bir deb bergan bo'lsangiz ukam." Telefon tarafkisi bir haza jimjit bo'lib ketdi. Qarshi tarafdan hech qanday sado chiqmagandan keyin Havaxon: "Vay, ukam, Salima, bormisiz? Nim bo'ldi, gap qilmay turib ketdingiz-ku?" "Ha, endi shu acha, bizga yaxshilik qilib, singlimning g'amdan qutulishiga yordam qilgan shu doktorga birab falokatchilik kelib qolmasin deb ansirab shu acha. U ayol har qancha usta doktor, pensiyaga chiqqan peshqadam bo'lgan taqdirdimi, rasmiyat o'tab, viviska asmay, o'z oldiga bunday kasal ko'rsa, albatta qonunga xilof bo'ldi-da. Shunglashqa sal ansirab qoldim acha.
bizga yaxshilik qilgan odamning qarab turib ikki putini bir o'tik tiqib qo'ymayli deyman, dedi ansirgan talaffuzda. Hürmetlik asar anlag'ıcı o'qirman do'stlar. Bu ayol doktorning ismi va adresini aniq aytib berarmi? Bu 13 yoshlik ana Aliya qursug'idagi homilini oldirib etkicha yana qanday qismatlarga duchor bo'la? Voy nim deydigan siz jinim ukam, nimalarni o'ylab ketdingiz? Bizning ashundaqroq bir hojatimiz tushib qolib, shunglashqa sizdan u doktor ayolning adresini, ismini so'rayapman. Mening bir tunishimning ashundaqroq bir ishi bor edi. Balani oldirayotganligini yo'ldosh bilib qolsa bo'lmaydi. Shu singlingizninki o'xshash, quchqudagi bola texi yeshiga yetmay turib, qursug'ida qatda emasmi? Shundoq yig'lab ketgan edi. Men uni anglab darhol sizni esimga oldim. Bekor xiyollarni qilib vaqtni olmay, gachchida bir deb bering ukam. Shundala qarshi taraf xotirjam bo'lgandek, u doktorning aniq adresini, ismini aytib berdi. Havaxon telefonning ovozini ichvatgan bo'lg'achqa, Saram uning mahallasidagi Mijid akaning cho'ng qizi Salima bilan deyishgan so'zlarini o'z qo'lig'i bilan anglab o'ltirgan edi. Oxiri doktor ayolning adresi, ismini deb berganini anglab, nihoyat xush bo'lgan holda: "Rahmat jinim adishim. Cho'ng bir g'amdan xalos qiladigan bo'ldim. Endi o'zim shu qiz bolani osh yerga ilib borsam, shu doktor nima der ha? Aliyani tek kichikkanda yana bir avorchilik kelib chiqarmi deb ansirayapman," dedi Saram ko'nglidagi o'ylaganlarini ochiq aytib. "Hey adishim, nimadan qo'rqatding? Pensiyaga chiqqan doktor turib, Viviski isib rasmiyatni o'tab doktorxona ochmay, o'z oldiga kasal ko'rib mushundaq ishlarni bir taraf qilayotgan yerda pul bo'lsa-la, shaytonning usulga salg'il bo'lg'idek. Meningcha, etib-eti deb gapni uzatqidek bo'lsa, pulni sal ko'proq beramiz. Shundala hamma ish o'rindala emasmi? Hamma ishdan ansirab, bekal o'zingga bosh og'riq topib ekansan. Bo'ldi qala adishim." U shundaq deb soatiga bir qarab qo'yib, "Ha, ma'qulamsa, men sen bilan bo'lib ketib bolalarni kursdan qaytarib kelgan vaqtni esimdan chiqarib qo'yg'il tasli qaptiman. Men bolalarni ilib kelib, tamog'ini berib, yana kursga olib qo'yman. Dars boshlaydiganga bir hafta vaqt qoldi emasmi? Bolalar ta'til topshiriqlarini tuzuk ishlamagan edi. Mushu fursatda kursga borsa, yetakchi o'qituvchining yordamida topshiriqlarini ishlab tugatib oladi ekan. Hey, hozirgi bolalarning darsi bak eg'irlab ketgachga, bizning vaqtdagi to'liq o'tirni bitirgan saviyamiz ularning boshlang'ichdagi saviyasiga teng turmaydi ekan emasmi? Bo'ldi adishim. Men mangay, sen tez uyga berib, otang bilan bolalaringga tomoq qilib berib etib, tushdan keyin qizingni elib darhol Salima aytib bergan adres bo'yicha ash yerga borgin. Men udul shu yerga boray. Bo'lmasa, ashundaq kelishdik ha. Degenicha aldirash chapini bilan sumkasini ilib, qahvaxonadan sirtqa qarab mangdi. Sarammu do'sti Havaxon chiqib ketgandan keyin birdan o'ltirib, ichida bu ishlarning xayrlik bo'lishini, mushu ko'ngilsizlikdan avval qutulib olishni o'ylab, umu Visol qahvaxonasidan chiqib, toksikletini minib, uy tarafga yurib ketdi. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. Yigirma ikkinchi qism. Sarammu do'sti Havaxon chiqib ketgandan keyin birdan o'ltirib, ichida bu ishlarning xayrlik bo'lishini, mushu ko'ngilsizlikdan avval qutulib olishni o'ylab, umu Visol qahvaxonasidan chiqib, toksikletini minib, uy tarafga yurib ketdi.
Sarem uyga qaytib kelganda, o'g'li Mardan texi uyga qaytib kelmagan edi. Sarem endi o'g'lidan ansirashga boshladi. Hozir qishliq ta'til mezgilining oxirgi paytlari bo'lg'achqa, o'zlari bilan bir binoda o'ltiradigan Mardanning saboqdoshlaridan o'g'lini surishtirishga majbur bo'ldi. Ammo ularmi Mardan bilan tunugun tushdan keyin to'p maydonida to'p o'ynaganligini, kechqurun qaytib kelgandan keyin uning uyiga kirib ketganligini, o'zlarining uyiga chiqib ketib, shuningdan buyon Mardanni ko'rmaganligini aytdi. Saremning birdilla o'g'li Mardonga achchiqi kelib, qo'y tutib qoldi. Bu odam bo'lmaydigan eshakgo'y. Uydan botnib qachishlaring otamni kiyibli chiqilgan o'xshaysan. 16 yoshga kirib qolgan bir o'g'il bola turib, qandaqli bo'lmasin uyning erkigi bo'lgan ekan. Oiladagilarga mas'ul bo'lishi, hatto bir to'vriklik rol o'ynash kerak edi. Ammo sen odam bo'lmaydigan hayvon, eshak, aqlingni normal joyga ishlatmay, o'zingning sixlisini nobud qilgan turib, texin nomus qilmay, uydan qochib chiqib ketgan yerlaringmi bu? Sendek eshakgo'yning bundan keyin bundaq hayvondek cho'ng bo'lishingni bilgan bo'lsam, o'z vaqtida otang degan lamzal bekor talat bilan ajrashgan vaqtimda, o'lishsangmi o'lishmansan deb seni tashlab bermasmidim. İçimden chiqib ketgan bir parcha go'sht ekan. Bag'rimni yerib chiqqan, o'zimning orzuluq o'g'li bo'lgan ekan. Yaramaz, bekor talat otasining qo'lida nobud bo'lib ketmasin deb o'zim tarbiyalab, yaxshi o'qitib, ixtisosli odam qilay degan orzularim nalati qoldi mening. Oxiri shuncha yil yolg'iz jafo tortib, holinglardan xabar ilib, cho'ng qilganimga yuzimga poq surkidinglar-ku. U oshxonada tushlik tomoq tayyorlab etib, shularni o'ylab, o'pkisi o'rilib, demiqi achchiq ichishib, bo'g'ziga bir parcha yig'i yamashdi. Kelkundek iqish oldida turgan yoshlarini tasda yushirib, attiganda qizi tayyorlab qo'ygan qo'rima saylarni qo'rishga boshladi. Chunki Aliya opasining qaytib kelmaganligini ko'rib, guruchni allaburun dumlab qo'ygan edi. Odatda opasi buzargan onaning oshqozoni yaxshi bo'lmaganligi uchun u sahroga qarindoshlarini yo'qlab chiqib ketgan. Uyda yo'q vaqtlarda bolalarning ko'nglini izlab, guruch tomoq qilib beradi. Odatda otasi To'xta akamu xuddi yoshlarga o'xshash necha xil say qo'rib, mehmon qilsa bakla xush bo'lib ketadi. Tushlik tomoq vaqtida otasi To'xta aka yana o'g'li Mardonning gapini qilib, Qizim Sargul, Mardan zadni ketgandi. Kechidan buyon uyga qaytib kelmadi. Mana ma vaqtgacha uyda paydo bo'lmasa, uningdan qanchalik ansirmay, bexaroman tamoqni yeb o'tirsan-ku bolam. Balaning izlariga qilib baxtongmi? Otasi To'xta akaning so'zi bilan Saremning yegan tamoqi bo'g'zida turib qoldi. Ana bo'lgan odam bolasini o'ylamay, ansirmay turishi mumkinmi? Ammo hozir uni nadin izlaydi? Otasi To'xta akaga yoki uyda bo'lib o'tgan ishlarni aytqili bo'lmasa, u nihoyat o'zini temkin tutib olgan holda, xotirjam bo'ling ota, 16-17 yoshga kirib qolay degan o'g'il bola nega boradi? Og'aynilar bilan aylanib yuradigan do'shu. Ansirmang, kichik bir bol bo'lmagandekin. Otasi To'xta akaga shundoq degan bilan, ammo Saremning xayolidan o'g'li Mardon bir minutmi chiqmagan edi. Oxiri tushlik tomoqni aldirash yeb, Aliya qachiq qumishlarni yuvib, oshxonani beshiq turib etgandan keyin Sarem uningga darhol kiyimini almashtirishni aytdi. Aliya opasiga akisi Mardon bilan bo'lgan ishlarni hammasini aytgandan keyin, opasi Sarem uydan chiqib, yerim kechagacha yo'qab ketib, qaytib kelgan bo'lg'achqa, shuningdan keyin opasi Sarem nima desa, ha deb gapini anglab, bir eg'iz nemishqa, nega boramiz degan gapni qilmay, opasining gaplarini bejondil o'rinlab kelyotdi. U endi yotoq uyga kirib, opasi Saremning darhol kiyimlarini almashtir degan gapi bilan ittik kiyimlarini kiyib
tayyor bo'ldi. Aliya odatda bahor bayramidan keyinla qishliq qalin kiyimlarini selib etib, odatga nepis kiyimlarini kiyib olgan edi. Ammo Saram hozir qizning kiyimlarini tutib ko'rib beqib, darhol kiyimlaringni almashtirib, qishliq kiyimlaringni kiyib olgin. Biz hozir doktorxonaga boramiz bolam. Doktordan chiqqanda shamoldab ketsang yaxshi bo'lmaydi, dedi astoydillik bilan. Apisining gapini anglagan Aliya gap so'z qilmay darhol kiyimlarini almashtirib, qishliq mo'yliq ishtanni kiygandan keyin uchisiga mamuq chopinini kiydi. Ammo hozir havo isitli qolg'achqa o'zining usti beshiga qarab, sal kulkilik his qilgan holda apisiga qarab jilmayib qo'ydi. Saram qizi Aliyaning xijil bo'lmay o'ziga qarab kulayotganiga qarab, ichida baribir kishlikini qilyotib dama bola. Xijil bo'lmasdan menga qarab kulayotganni deganlarini o'yladi. Ular bekatga chiqib, ko'cha avtobusda o'ltirib, shaharning usti tarafga yurib ketdi. Saramlarning mahallasidagi Mijit akaning cho'ng qizi Salima aytib bergan doktorning adresi bo'yicha shularning ahalla binosi oldidagi bekatga kelib, avtobusdan tushgan Saram bilan Aliya esida tutib olgan adresi bo'yicha bino ichiga qarab mangdi. Ular doktorning uyining oldiga kelganda, ulardan necha minut ilgari kelib, endi Saramga telefon uray deb turgan do'sti Havoxon bilan uchrashdi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. 13 yoshlik ana Aliya bu shaxsiy doktorning qo'lida hamilani oldirib o'tib, aman esan chiqalarmi? Havoxon qizi Aliyani yetilgan holda kelayotgan do'sti Saramni ko'rib, andili qo'liga ilib nomer besiyotgan yon telefonni qaytadan sumkasiga silib, ularning oldiga mangdi. Voy jinim do'stim, sizlarni kelib meni saqlab qolmasin deb, balalarning tamog'ini burniga yegandek aldirtib, yegizib, o'g'inish kursiga opirib to'kib etib, aldirash bu yonga uçtum degina. Sen bar chaqda Salima bilan ko'rishganda doktor ayolning telefon nomerini so'rab olmabdiman. Uyga berib, agar u doktorning uyiga borsak, yo'q bo'lib qolishidan ansirab, Salimaga qayta telefon urib, telefon nomerini so'ragan edim. U cho'kanning qachonlarda boshqalar burniga kirgizvatdi, hech bilmadim. Doktorning telefon nomerini ming tasdi aytib berdi. Shu hamon telefon qilsam, ta'limimizga doktor uyida bor ekan. Tushdan keyin soat 2larda yetib boramiz deb xabar qilib qo'yib, aldirabli mengib tikanman. Kelsam sizlar yo'q. Tit bo'lib, texi endi sana telefon uray deb turgan adishim tez bo'la. Ittik chiqayli. Havoxon shundaq deb palanpaydin ustiga chiqib ketib etib, hasirab herib qoldi bo'lg'ay, birdilla tagishga boshladi. Shundaq cho'ng dangliq doktor bo'lgandan pensiyaga chiqibdi. Palanpaydin mengib chiqib tushadigan burunqi koni binoda o'ltirg'ichilik, yangi qurilmaliq mundaq kunubkin birla bassa, lift ko'tarilib elib chiqadigan lift bar binolardan olsa olmamdi deyman. Hey. U shundaq vatildab so'zlab turib, Aliyaga ho'miyib qarab turib, ko'zini bir alaytib etgandan keyin Saram bilan qizi Aliyaning oldida yo'l boshlab, doktor ayolning uyining oldiga qarab mangdi. Bu ayollar doktorning uyi 5-qavatda bo'lib, Havoxon sal samirib qolg'achqa, hasirab 2 qatim palanpayda to'xtab, aran chiqdi. Ular hasirab, hömidab doktorning eshik oldiga kelib, bir-birsiga qarashib, "Mush uy shug'u deyman" deyishgandan keyin eshik qo'ng'iriqini bosdi. Hayal bo'lmay eshik ichilib, 55 yoshlar chamisidagi oq yuzlik, bo'ylari o'ttir bo'y, chochlari xil obdalla oq kirib ketgan, chochlarini chiroyli bantlab, nayt yarashimli turib olgan, qilib olgan girimi bilan bir qarg'an odamga 40 yoshlar atrofida ko'rindigan nayt salobatlik doktor ayol eshikni ochdi.
Ayolning qiyofatidan azaldan o'zini tashlamagan, tashqi va ichki go'zalligiga ahamiyat beradigan ayolligi mana men debla chiqib turadi. Ola tenish amalliq so'rashib, uy ichiga kirib, oyoqini silib, shundoq mehmonxona oldiga keldida, kirisloda jilmiyib o'ltirgan mahallasidagi zuvanda so'zman, to'xtamay gap tepib, boshqalarning orasiga ziddiyat chechib yuradigan, biroz usurib qo'ysimi, voy chichivatdi deb jar soladigan Sofiya vat-vat o'ltiradi. Odatda mushu bozor ichki tunish birarsining o'ziga uchrab qilishidan shuncha ansirab, yuragi pok-pok holda bu yerga kirgan Saramning kirisloda o'ltirgan Sofiyani ko'rib, ko'z oldi qorong'ulashib, beshi qiyib, tas qoldi yiqilib tushgili. Saram tugul Havoxonning chiroylari o'ngib ketgan edi. Ammo Aliya hech ishdan xabarsiz beparvo holatda turardi. Sofiyamu bu ikki koni qo'shnisining chiroyidagi o'zgarishlarni ko'rib ulgurdi bo'lg'ay. Voy, oma qo'shnilarim, nimandaq deyishib olgandek bu yerda uchrashib qoldik deyman. Tinchlikmiz? Tinchlikmi, Sarigul? Qandoq mijozingiz yaxshimi, jinim adishim? Basitdan ajrashib, mahallani tark etgandek bizlarni tashlab levatdingiz. Shaharga kirib, boshqacha nazokatlik ham esil bo'lib ketibsiz, jimo. Bu umaq qiz sizning qizingiz o'xshamamdi. Voy anam, kichikli bola edi, bir chiroyli, cho'pchon qiz bo'lib qopti mana. Cho'nglarning degani rostmi nima? Qiz bola degan shayton narsa, o'shaq ishini yoshlab ketsila bo'y tortib, qiz bo'lib qoladi deb. Ko'zning yig'ini yegidek, chiroyli qiz bo'lg'idek jimo bu. O, ashundaq deb bir hazo Aliyani maqtab uchirgandan keyin voy Havoxon qo'shnim, asli kichigimizdan biriga cho'ng bo'lib bir mahallada yurgan edik. Ammo meniza faqat yoqtirmaydingiz a. O'zingiz-chi yaxshitiryapsiz. Samirib, tiqilib ketganingizga qaraganda yaxshitiryotganday tursiz. Anglasam, shaharga ko'chib kelgili necha yil bo'pti. Savdo do'koninglarni cho'ngaytibsizlar ha? Yo'ldishingiz yana shu do'konda o'zi savdo qilib, siz uyda mushundaq samirib o'ltirdim-dan. Azaldan boshqalar semiz desa, juduni 40 gaz o'rlaydigan Havoxon burundan o'zi bilan chiqisholmay, o'zinga so'qishtiribla turadigan bu balo qo'shnisini ko'ribla ko'ngli elishib, bir qismi bearam bo'lib ketgan edi. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. Yigirma 3-chi qism. Azaldan boshqalar semiz desa, juduni 40 gaz o'rlaydigan Havoxon burundan o'zi bilan chiqisholmay, o'zinga so'qishtiribla turadigan bu balo qo'shnisini ko'ribla ko'ngli elishib, bir qismi bearam bo'lib ketgan edi. Qayrishqandak yana tishig'i tegib, uning semizligini chuvib, tortishlari nervisiga tegdi-da. Voy, xo'shnam Sofiyamisiz? Voy, tunuyolmay qag'il pas qopdiman. Voy, nimandaq chiroylaringiz qaridab, judab, xuddi ustixonga terini chaplab qo'ygandekli bo'lib qoldingiz. Azroq quvvat to'liqlang, jinim do'stim. Ancha-muncha go'sht, may degandek narsalarni yemayyotamsizlar ya. Hey, mushu sahra yeri deganniz-a, haqiqatan jafosi eg'ir-jimi. Bo'lmasa sizlarmi shaharga ko'chibli kelib, biror ish qilinglar. Yezida dehqonchilik qildik deb, tuzuk mo'l hosilni ololmay, 1 yil jafo tortib ishlab, kuz bo'lganda livinglarni tishlab qolg'uchilik. Shaharda biror ish ovqatning beshini tutsanglar, ancha-muncha go'sht mayyab, hech bo'lmasa, manchilik bo'lsin bir azroq etingizga go'sht qunib qoladi, jinim do'stim.
Bizning yeshimizga kelgandacha qarang, ancha-muncha samirib, yegan ishgandek, so'q sandaldek turmusingizmi bo'lmaydi. Havo xammu taza keltirib, Ruqiyaning jiniga tegib gap qilib oldi. Buning bilan Ruqiyaning qishning kunimi aqarmagan chiroyi teximi qariyib, Havo xonga nima deb taqobil turishni bilolmay, lavlari titrab ketdi. U Havo xonga gap tepib berolmagandikin, Saramga hayronlik nazarda qarab, "Voy, Sarigil jinim adishim, bizga xabar qilmayli to'y qilvaga o'xshamamsiz? Qarag'anda buyingizda qatdi, ha? Bu yerga kelib, bir taraf qilib etay deb kelgan o'xshamamsiz?" dedi. Bu zuvanda Sofiyaning gapini anglagan Saramning nima deyishni bilolmay, tamtirab chiroylari tatirib ketdi. Havoxon yana Sofiyaning Saramga hujum qilishidan, Saramning chandırib qo'yishidan ansirab, darhol gapni tartib olib, "Shu, bu doktorninkiga kelaversam, Saram bilan uchrashib qoldim. Ular Soda saroyiga sodaliqqa minib ekan. Sarigul bilanmi ko'rishmagili xeyli vaqt bo'pti ekan. Uning bilan birdan mungdashib, bu yerga kelgichilik doktor bilan deyishib qo'ygan vaqtimdan o'tkazib Shuningga Saramni birga so'ratla bu yerga elib keldim. Ishim tugaganda billa Soda saroyiga berib, tanlab turib, birdan ko'nglak olayli deb. Sizchi Sofiya, yana qurisqingizda qolgan o'xshamamdi? Voy voy. Xuddi battam qog'onning o'rig'ijiq degandek, buyingizda qilaverdi ekan sizningmi? Yilimi cho'chiridek 3 bolangiz bor, netchini aldirib bo'ldingiz. Hay, jinim xo'shnam, jiningizga ichingiz og'rib, bir uzuk soldirib olsangiz bo'lmamdi deyman. Qirduraveribmi bir ishmi sizga? Hay, bo'ldi. Sizga mo ortiqcha gap qilmay, xuddi sizni deb ketibdiman. O'zimni taxta bishiq elib qo'yib. Meningmi shu bo'yimda qatdi ekan. Bu yoshga kelganda qo'rsqimda qatdi deb doktorxonaga boray desam, xijil bo'ldim. Shuningga jimli beshiktirib etay deb bu doktorninkiga kelgan edim, dedi. Sofiyaning yomon yeridan tartib, namratligini yuziga silib, toza qatirib gap bilan urib olgandan keyin, oxirida Saram va uning qizidan gumonlanib qolishidan ansirab, o'zining bo'yida qolganligini aytdi. Havoxon aslimi semiz bo'y, vasti egiz ayol bo'lg'achqa, Sofiya uningdan ancha bir gumon qilib ketmayla, uning yana o'ziga nashtarini sanjib, sesliq gap qilib elishidan qo'rqib, aldirash o'rnidan turib mangdi. Bo'lsa, sizning ishingiz tugaganda, nima birga sizlar bilan mungdashib, Soda saroylarni aylanib ketgan bo'lsam, yaxshi bo'ladi. Ammo sizlar baribir shaharda qolasizlar emasmi? Menmi bekach qolsam, qatnash qolaysiz. Shu ko'cha avtobusda o'ltirib kelgan edim. Ma'qulamsa, keyin ko'rishamiz. Men qaytay, deb o'rnidan turib ishga mangdi. Havoxonmi bo'sh kelmay, "Voy jinim xo'shnam, yoshlig'imizdagi, bolalig'imizdagi ancha-muncha o'ynashib, ko'nglimizning yaqinligidan gap chiqishib qo'yganlarimizni undaq bir hazag'icha so'rab yursangiz, sat bo'lar. Obdan uchrashib qoldik. Shunda qilingay bo'lmasa, o'ylarimizmi kang tasha. Biz bilan billa mening ishim tugaganda Soda saroyiga berib, aylanib, kiyim-kechak elib, kechda bizning uyda qo'nib qolsangizmi bo'ladi. Agar bizning uyda yo'lishimni bor deb qo'rinib qolgudek bo'lsangiz, yoki Saramning uylarimi xeyli kang tasha. Shu yerda qo'nib qolsangizmi bo'laveradi", dedi Saramga qarab, ko'zini qisib qo'yib. "Bir oqshom mungdashib, halming aytishib, at qaytib ketsangizm bo'ladi-ku", dedi. Ammo Saram bo'lsa, Havoxonning bu gapidan yuragi qaytadan silishga boshlagan edi. Agarda zuvonda shitili Sofiya, "Ma'qul, undaq bo'lsa sizlarni ko'rmagilimi uzoq bo'pti-ekan", debli qolsa, ishning o'xshig'ini shu edi. Sofiya Havoxonning bir oqshom halming aytishib, mungdashib degani bilan kecha-ich o'zini sesliq gap bilan bo'ruqtirim qilib o'ltirib qo'yishidan qo'rqib, tezroq buning yenidan chiqib ketishni o'ylayotdi.
Şunlaşqa, ularga huzur xaliq aytib, rahmetini bildirib, Sarem va Havaxon bilan xo'shlashib, aldirash doktorning uyidan uzab chiqdi. Sofiya uydan chiqib ketgandila, Sarem, deb chunqur birini tinganicha Havaxonning biligini chimdi. Hey, ahmoq xotin, nimandoq bilmaydigandek bu zuvandani tutib qilishga urinsan. Uyga boshlab boray deyishlaringchi texi. Ma'qul, sizlarni ko'mgil uzun bo'ptikan, qo'nib qolsammi qolay deb qilishidan qo'rqib, yuragim silishdi to'xtab qolay dedi. Dedi uningdan ag'rinib. Ammo Havaxon bir xiyoliga ilib qo'ymay. Vay, uning chiroyidagi texini satlashib, qardab ketayotgan o'zgarishlarni ko'rmadingmi? Xayolida manga nashtarini sanjib gap qilib olaman deb o'ylagan edi. Burni quliqi bilan to'ydi toza. Sofiyamichu mushu holda esilib tutib qolsangmi qolmaydi, dedi pixildab kulib. Uninggacha doktor mashg'ulot ilib boradigan uydan ularning qashig'i chiqib kelgan edi. Doktor ayol ularga qarab kulimsirab, "Xo'sh xonimlar, qaysinglarni tekshiraman?" dedi. Doktorning gapi bilan tang Sarem bilan Havaxon ikkisi tangla Aliyaga qaragan edi. Doktor chiroyiga g'ayriy bir xil tus berib, Havaxonga qarab kekashligan holda, "Mushu bolaning buyida qoldi demaydigansizlar?" deb so'radi. Uning hayron qolganligi chiroyiga chiqib ketgan edi. Doktorning hayron qolgan talaffuzda aytgan so'zlarini anglagan Saremning yuragi ansiz silishqa boshladi. Sarem bu doktorning muboshida tekshirgan doktorlarga o'xshash, bu homilini men bir taraf qilmayman. Jamoat xavfsizlik idorasiga darhol xabar qilinglar. Bu texi kichikkina notivan, balog'atga yetmagan qiz bola ekan, deb qilishidan ansirab turadi. Ammo Havaxon nihoyat tamkinlik bilan, "Voy, nimaga jiddiylashsiz, doktor? Agarda mushu qiz bola bo'lmagan bo'lsa, sizni izlab bu yerga kelibmi yurmaydiq. Siz avval tekshirib ko'rib baxmamsiz. Bir taraf qilg'il bo'larmi yo'q? Shu gapni qiling. Undan keyin pulni kelishib olamiz", dedi. Doktor ayol Havaxonning pulni kelishib olamiz degan gapidan keyinla chiroyiga kulki yugurtib, to'limi hiyligarlik bilan cho'nqur birini xo'rsinib qo'yib, "Hozirgi jamiyatda mushundaq kichik qizlarda mushu xil ahvollar ko'payib qolyotidi. Endi buningga nima degilik? Yuring qizim, avval ichiga kiring. Men bir tekshirib boqay, ha?" dedi xubsallik qilib. Aliya doktor ayolning gapini anglab, o'mchiyib apsig'i qaradi. Yerib gap qilg'icha bayatdan beri binoga chiqquchiliklar Aliyaga jinidan o'tgidek sesiq gap qilib etishni o'ylab turgan Havaxon, "Osh xanam, chiroyingizni satlashtirmay, opangizga qaramang to'la. Uyinglarda satish qilib, qo'rsaqni pompaytib olg'ichilik opangizdan so'ramagan bo'lg'aydingiz." Havaxondan bu gapni anglagan Aliya kichik bo'lsa-mu, gapning ma'nosini tushunib, pang'ida yig'ilganicha yuzini etib, doktor ko'rsatgan tekshirish uyiga kirib ketdi. O'zining yaqin sirdosh do'sti turib, Havaxonning qizi Aliyaga bundoq zahardek gap qilishini o'ylamagan Saremning qizining hozirgi ahvoliga qarab, ichi ezilib ketdi. Eng yaqin do'sti bo'lgan odam bundoq tavassa, sirtda boshqalar bilib qolsa, bechora qizim qandoqmi yuzini ko'tarib yura, deganlarni o'ylab, ichi laxta bo'lib, bakli beorom bo'lgan edi. U do'sti Havaxonga norozi bo'lgan holda uni noqib turib, "Sen mening yaqin do'stim turib, shundoq gapni qilamsan adishim. U gaping bakli ko'nglimga keldi juma", dedi. Ammo Havaxon Saremga radiya berib turib, "Voy jinim do'stim, til ko'ngilchalik qilmag'ana. Sen mushundoq bolalarning ko'nglini oyog'achqa, ular sening to'miringni tutib olgan gap. Men sening yaqin do'sting bo'lganligim uchun sening yuzingda, qizingning oldida uning yuragida to'xtasin deb qildim bu gaplarni.
Başqa kishilar bo'lsa-chu, oldinglarda xushomat qilib, orqanglardan tomoshalarni ko'rib, so'z-cho'chak qiladi bilib qo'y. dedi ko'nglida o'ylaganlarini ochiqla aytib. Demisimi, bu do'stining degan gaplari o'rinliq edi. Aliyani ichidagi tekshirish uyiga elib kirib ketgan ayol doktor hayol bo'lmayla qaytib chiqdi. Saran jiddiylashganidan doktorning og'ziga talmirib turadi. Doktor Aliyani tekshirib qaytib chiqqandan keyin qo'llarini poki sopundab yuyib, kresloga kelib, Saran bilan havoxonning oldida o'ltirib, ulug' kichiktinib, xursinib qo'yib. Hay, bu qiz bola tex kichikkan. Uning ustiga tenimi bak ojiz, ya'ni qonozlik kasali bodakli turadi. Qo'rsaqdagi homila allaburun 2 oylikdan eshib ketibdi. Dori berib, homilani tushirishga qat'iy bo'lmaydi. Bola quromiga yetmaganlik uchun agarda dorining ta'sirida xun so'rab ketish ahvoli yuz bersa, qizinglarning hayotini qutqazg'il bo'lmaydi. Birdan bir amal homilani qirib elish. Ammo buning oxiriga qizinglar bardoshlik berolmasligi mumkin. Bardoshlik berdi degan taqdirdami, homilani qirib yerimiga kelganda, olim odis qizinglar hushidan ketib qolsa, yana doktorxonaga elib berishga to'g'ri keladi. Mening maslahatim, eng yaxshisi bu qizni shaharlik cho'ng doktorxonaga elib berishinglar kerak, dedi. Saran doktorning degan gapini anglab, chorasiz holda lavlarini tishlagunicha, endi qanday qilamiz degan ma'nida do'sti Havoxonga qaradi. Havoxon do'stining yosh lig'irlab, to'kilayli deb turgan ko'zlaridan hammani tushungandek edi. U keskin qilib, "Doktor, biz sizni peshqadam ayollar kasalliklari doktori deb danqingizni anglag'achqa bu yerga kelgan. Shaharlik doktorxonaga elib borsaqmi, sizga o'xshashlar. Texi sizchilik tajribasi yo'q u doktorlarning. Shaharlik doktorxonaga elib borsaqmi, sizga o'xshashlar. Texi sizchilik tajribasi yo'q doktorlar bu mashg'ulotni elib boradi-ku deyman. Rostini ayting, doktor. O'zingizga ishonch qila olmayapsiz. Agar o'zingizga ishonch qila olsangiz, bu bizning nazarimizda kichik operatsiya. Operatsiya haqqingizga necha pul olasiz? Shunili deyshayli, doktor. Havoxonning bundoq keskin gap qilishidan, jumladan o'ziga keladigan foyda manfaat pulning gapini ochiq deyishidan nihoyatda suyunib ketgan doktor o'rnidan sal qimirlab qo'yib, "Sizning deganingizmi durust. Men shaharlik doktorxonada bola tushirib, chala bo'lib qolgan bemorlarni bu yerga elib kelganda o'zim tozalash elib berib, hayotini qutqizib qolgan. Men o'zimga ishonch qila olmasam, bu qizni tekshirmagan bo'lardim. Shu, sizmi xil yo'l o'qidigan ayolkansiz. Bu qandoqli bo'lmasin, kichik bo'lsa-mu bir operatsiya. Shunglashqa, agar ma'qul ko'rsanglar, 2000 yuan beringlar. Men qizinglarning qo'rsig'idagi homilani elib sirt, osmukul urib, ham uning salomatligining tezli asliga kelishiga kafolatlik qilaman", dedi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Aliya homila aldirish operatsiyasiga bardoshlik bera olami? Buningdan keyin bu bechora qizning beshiga yana qanday qismatlar kelar? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismda bo'lsin. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 24 qism. Ayollar kasalliklari doktorining aytgan so'zlarini anglagan Saranning xushalliqdan ko'zlariga yosh kelib ketdi. U nihoyatda hayajonlangan holda, "Ma'qul doktor, ma'qul. Rahmat sizga. Insonchilikda odam har xil ishlarni beshidan o'tkazdi ekan. Har xil qismatlarga yo'l o'qidi ekan.
Әмма һәр qancha bo'lsa, beshimga bundaq kun kelar deb o'ylamabdi ekanman, doktor. Qizimning qilib qo'ygan bu ishi bilan hayotimdan voz kechib o'lib olishni o'ylagan edim. Әмма menga o'libli tugashgudekman. Bolalarim qandoq qiladi? Ota-onam qandoq qiladi? Atrofimdagi men yaxshi ko'rgan, meni yaxshi ko'rgan kishilar qandoq qiladi? Ularni dard alamda qo'yib, mushundaqli ketishga yana yurkim chidamadi. Shuning do'stimning tavsiyasi bilan sizning oldingizga kelib o'ltiribdimiz. Bizni mushu xijilchilikdan qutqizib qo'ysangiz, sizmi bu qilgan yaxshiligingizning darajasini ko'rasiz, doktor. Saram bardoshlik berolmay, to'kilib yig'lab ketdi. Bu ayol doktorning birdilla Saramga hesdashligi kelib qoldimi, qandoq bir hazar levini tishlab o'ltirib ketib, "Bo'pti, singlim, oxiri to'g'ri qaror chiqaribsiz. Agar achchig'ingizni o'z jiningizga qas qilib qo'ygan bo'lsangiz, o'zingiz aytgandek yaqinlaringizga yuz kelarlamsiz. Xatolikni boshqalar o'tkizsa, siz nimishqa o'zingizni jazolag'idaysiz? O'zingizning yosh jinni silib bagidaysiz. O'lmagan jonda umid bor deb izdansangiz cho'qim chiqish yo'li tepiladi. Ma'qul amsah singlim, men darhol ishni boshlay." Doktor ayol shundaq deb Aliyaga qaradi va uningga "Men mashg'ulot ilib borganda sal og'rish mumkin, ammo bardoshlik bering. Bu og'rib, buningdan keyingi hayotingizda izo ahonatda bosh ko'tarolmay bir umr nomus ichida yashag'aningizdan yaxshiroq", dedi doktor. Aliya doktorning gaplaridan xijil bo'lib, levini yenik tishlaganicha ma'qullik bildirib bosh lingshitdi. Mana doktor ayol Aliyani ichidagi kasal ko'radigan ham davolaydigan mashg'ulot uyiga ilib kirib ketgili yarim soat bo'lgan edi. Mashg'ulot uyining eshigi yepiq bo'lsa-mu, mehmonxonada o'ltirgan Saram bilan Havoxon Aliyaning turib ingirgan ovozini anglab turardi. Aliya har bir qatim ichinishliq ingirgan vaqtida Saram bardoshlik berolmay o'rnidan turib ketadi va yana do'sti Havoxonning qo'lidan ching tutib o'ltirishga da'vat qilishi bilan lavlarini tishlagan holda kresloda o'ltirib qoladi. Mana Saram bilan Havoxonni taqozo qilib 40 minutdak mashg'ulot ilib borgan doktor oxiri qo'lidagi palayni solgan holda chiqib, suvxonada qo'llarini so'pindab yuvishga boshladi. Doktorning tarlab ketganligidan peshonlaridagi chochlari ikki manglig'i chaplashib qolgan edi. Doktor qo'llarini yuvib surtgandan keyin Saram bilan Havoxon o'ltirgan kresloga kelib o'ltirib, bir istakan ussizlik qo'yib ichgandan keyin Saramga qarab, "Qizingizning qo'rsig'idagi homila 2 oydan eshib ketganligi uchun bola xeyli yo'qrab qoldi ekan. Shunglashqa mashg'ulot vaqti sal o'zirab qoldi. Helimi qizingiz bardoshlik berdi. Bu bola kichik bo'lgandan bardoshlik berolmay qolarmikin deb bak ansirgan edim. Hozir uningga yolli qaytirish ukul esib qo'ydim. Asos jihatdan qizingizning ahvoli yaxshi. Balani qirgandan keyin balyotqida qanash ahvollari yuz bermadi. Ammo qizingizning ichki a'zolari, ayollik hormonlari to'liq yetilmagan bo'lg'achqa, nihoyat ehtiyot qilib qirishga to'g'ri keldi. Endi qizingizga obdonroq nasihat qiling. Bundan keyin yurish turishiga nihoyat diqqat qilsin. Yana bir qatam shundoq ahvol yuz bersa, endi hayotini qo'g'dab qilishi mutasga to'xtaydi. Hayotini qo'g'dab qolgan taqdirdami bir umr bolalik bo'lolmasligi mumkin", dedi. Saramga qizi Aliyaning bundan keyingi ishlarga diqqat qilmasa, kelib chiqilgan ahvollarni eskardi. Saram ittik mashg'ulot uyiga yugurib kirdi. Qizi Aliya yondagi karavotda chiroylari xuddi oqartib qo'ygan tomdek tatirib ketgan holatda yotadi. Belikida bo'lsa, ukul tomchisi mengayotgan bo'lib, Saram asta qizining yeniga kelib, uning qo'llarini tutgan edi. Aliya beshini burab, opisiga qarab, boqildab yig'lab ketdi. Aliyaning qo'rsig'idagi homilani qarib elish jarayonida bakli jafo tortqani mana mendek chiroyidan chiqib turadi. Uningmi doktorninkiga o'xshash tarlab, chochlari ho'l bo'lib ketgan edi. Ikki chekkisidan ta hozirgacha tar qo'yilib, beshiga qo'ygan yostiqmi ho'l bo'lib ketgan edi.
Sarem qizig'i ichi ag'rib, ko'z yeshi qilgan holda Aliyaning beshini asta ko'tarib, yostiqini o'rib, quruq tarafini beshiga keltirib qo'yib qo'ydi. Bu vaqtda Aliya opasining qo'liga esilib yig'lab turib, "Jinim opa, sizni kechiring. Biz bekla og'ir xatolik o'tkazibdimiz. Bekla jinim qiynalib ketdi. Bundan keyin herkes unday ishni qilmayman, opa. Menga ishnim." dedi öksüp yig'lab turib. Sarem bir eg'iz gap qilolmay, qizi Aliyaning chochlarini silab, ko'z yoshlarini surtib o'ltiradi. Ala hazal yarim soatdak vaqtda Aliyaning ukulumi mengib tugdi. Doktor Aliyaga bir muncha yalliq qaytirish dorilarini berib, bir hafta obdan o'rnidan turmay yetib aram elishni, dorilarni kunda 3 vaqt uzildirmay ichib berishni, boshqacha ahvol bo'lmasa bu yerga qaytib kelmasimi bo'ladiganligini aytib, ularni uzitib qo'ydi. Aliya opasi Sarem bilan Havoxonning yo'lab, avaylab menishi bilan 5-qavatdan palampay bilan asta tushib, bino oldiga tushganda Sarem do'sti Havoxonga: "Jinim do'stim, rahmat sana. Sening qilgan bu yaxshilikni hargiz unutib qolmayman. Sen qizim Aliyaga hamroh bo'lib turib-turgin. Men bino oldiga chiqib, kira mashinasi ilib kiray. Aliyani u yergacha mang'izib yursak bo'lmas." Deyinicha aldirash bino darvoza tarafga yurib ketdi. Havoxon Aliyaning mamuq chapinining yoqasini o'ri qilib, bu yo'llarini qatib sertmalab qo'ygandan keyin uni asta yo'lab, bino oldiga qo'yilgan yulanchuklik o'rindiqqa ilib kelib, o'ltirg'izgandan keyin: "Buningdan keyin diqqat qiling qizim. Siz texnik kichik tursangiz, mushundaq sat ishni qilib yursanglar, opanglarga uval emasmi? Siz kichik bo'lgandan keyin otingizning qandoqligini balkim bilmasligingiz mumkin. Ammo akangiz xil aql tepib qolgan vaqtlari tursa, otingizning qandoqligini bilmay qolamdi. Shu otingizning sizlarga zulm qilib, xorlab qo'yishidan ansirab, opangiz bir ayol kishi jinida ikkinglarni ilib olib, shuncha jafo tortib ishlab yurib, beqib, aron deganda mushunchalik cho'ng qilsa, endi qilib yurgan bu ishinglar odamning qiliqimi deyman. Bo'ldi, sizga ortiqcha gap qilmay, bundan keyin diqqat qilib yurasiz. Agarda opangiz sizlarning qilgan aliminglarga bardoshlik berolmay, o'zining jiniga qasd qilib, biror ish qilib qo'ysa, sizlarning kuninglarcha itning kunidan betar bo'lib ketadi, bilib qo'ying." Aliya Havoxonga gap qilmay, levini tishlab, beshini tuvan silib o'ltiradi. Darvoza tarafdan kirib kelayotgan bir kira mashinasi uddul Aliyaning oldiga kelib, to'xtab, ichidan Sarem ittik tushib, Aliyaning qishig'iga yetib keldi. Va Havoxon bilan ikkisi Aliyani yulab, mashinaga chiqarib, Sarem Havoxon bilan qo'shilishib: "Undaq bo'lsa, rahmat odishim. Baribir sen toksikilit bilan mangdigan bo'lgandikin, biz mangashtirayli. San ayrim vaqt chiqarib, obdanroq bir rahmat aytib olaman", dedi xo'shalliqida. Havoxon do'stining gapiga kulib ketib: "Voy, nima deydigan sen do'stim? Bundaq ish mening beshimga kelgan bo'lsa-mu, sen hargiz qarab turmayding. Aliya seningla qizing emas, o'xshash meningmi qizim tursa." "Bo'ldi, meningla", dedi kulib va Aliyaga qarab. "Qizim, degan gaplarimni quloqingizda chang tuting, ha? Mao quloqdan kirib, birdamda av quloqdan chiqib ketmasin yana. Bugungi og'riqni unutib qolmang", dedi uni sagitib. Sarem bilan Aliya kira mashinasida o'ltirib, bino sirtiga qarab chiqib ketgandan keyin Havoxonmu binoning yon tarafiga to'xtatib qo'ygan toksikilitini minib, darvoza tarafga qarab mangdi. Dal shu paytda xuddi osmondan ungandakla binoning yon tarafida Sofiya paydo bo'lib, qo'llari bilan og'zini tutqunicha: "Voy onam, bu nimish endi?
Men texi Saremni ərgi tegmey turub, qorusqoq öndürüp elib, bu yerge balını beşiqtirg'ul kelgan o'xshaydi deb, xiyolimni jazmlashtirish uchun bu yerda 2 soatga yaqin saqlab, marlab tursam, voy ma ishni ko'ring endi. Tul xotin opisi bir chetda qilib, texi balog'atga yetmagan qizni ish terib qo'yib demasmi? Voy o'lay, ne ahonat, ne nomus. Ay, voy. O shundaq degenicha aqli hayron bo'lgan holda ularning orqasidan qarab turadi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Zuvanda Sofiya ko'rdi ham angladi deganlik butun iqlimdagi kishilar bilib bo'ldi degan bilan barobar. Endi bichora Aliya qandaq tuhmatlarga qala? Bu shaharda yana tura olarmi? Yoki beshini ilib Sarem qizi bilan boshqa yurtlarga sargardon bo'lib chiqib ketarmi? Agarda asrimizning davomiga qiziqsangiz, nazaringiz keyingi qismida bo'lsin. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ona. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 25 qism. Asli Sarem bilan Havoxonning bu zakki do'sti ham qo'shnisi bo'lgan Zuvanda Sofiya ayollar kasalliklari doktorining uyidan Havoxondan bo'lishiga sesiq gapni eshitib, u yerdan qaytib chiqqandan keyin birdilla palampaydan pastga tushib o'tib, o'ylab qoldi. Hay, to'g'ri emas-ku. Havoxonning plandan sirt buyida qolsa, bu yerga kelib yurmasimi? Uning yo'ldoshi Sidiqning singlisi dal shaharlik doktorxonada ayollar kasalliklar bo'limida ishlaydi emasmi? Shuningga ko'rinsala, doktorxonada bir taraf qilvasi bo'laveradi-ku. O'g'irliqchi bu yerlarga kelib yurishning nima hojati? Ajaba. Qarag'anda Saremning bo'yida qolgan o'xshamamdi. Havoyim kichkidala Saremga amroq edi. Ular boshlang'ich maktabda vaqtidami Sarem bilan kusurlashib, maxfiy gaplarni qilishib yuradi. Hali ham Saremning bu qilib qo'ygan rasvo ishini yig'ishtirib berish uchun Havoyim birga kirganga. U birdilla razvodka kinolaridagi ishpiyonlardek qaytib putining o'chchidi dasab bino ustiga chiqib, doktorning eshigiga qo'liqini chaplab, ichidagi shapini anglashga urindi. Ammo ichidan hech qanday sado chiqmagandan keyin umidsizlangan holda qaytadan palampay bilan pastga tushib, bino oldiga tushganda o'z-o'ziga "To'xta, Sofiya, to'xta. Bayatin beri Sarem bilan Havoyim shunchalik meni zanglik qilib o'ynadi. Endi ularning atti bashirsini bilmay turib, mushundaqla qaytib ketamsan?" deganlarni o'ylab, o'zini binoning oldidagi o'rindiqqa tashlab, xuddi birsini saqlayotgandek qilib o'ltirgan edi. Ko'zi bo'lsa, Absharkining ko'zidek bino ichidagi Sarem bilan Havoxonning qachon doktorning uyidan chiqishini saqlab o'ltiradi. Sofiya taxminan 1,5 soatdek saqlagandan keyin qizi Aliyani yulagan holda Sarem bilan Havoxonning tushib kelayotganini ko'rib, darhol o'zini binoning yon tarafiga daldig'i ilib, ularning ish harakatlarini kuzatib turgan edi. Sarem darvoza oldiga kira mashinasini ilib kirgili chiqib ketganda, Havoxonning Saremning qizi Aliyaga degan gaplarini, qo'liqini Jobajining kidek uzun qilib, birini qo'ymay anglagan edi.
Şoңlашqa, ular mashinaga chiqib va Havoxon toksikletini haydab, darvozaga qarab mengishig'a yushuringan joyidan chiqib, g'ayvash shikoyat, fitna fasod, razillikka to'shib ketgan qursqiga, yana qandoqdir numussiz, sharmanda planlarni pukib, chiroyiga g'oliblarcha kulki yugurtib, ularning orqasidan darvoza tarafga qarab mangdi. Sarem qizi Aliya bilan tushgan kira mashinasi ular o'ltirishliq aholilar komitetining ichiga kirib, Sarem o'ltirayotgan ijara uylarning oldiga kelib to'xtadi. Sarem mashinaning kirasini berayotgandan keyin Aliyani asta yo'lab bino ichiga qarab mangdi. Ular uyga qaytib kelganda, Saremning opasi Busarxonmi yezidagi singlisi Almaxonning uyidan qaytib kelgan bo'lib, yo'ldoshi To'xta aka bilan nemidir bir ishni talash-tartish qilib o'ltirgan edi. Eshik ochilib, qizi Aliyani yurigan holda kirib kelayotgan Saremni ko'rgan Busarxon sal hayron bo'lgan holda: "Voy, bu qizga nim bo'ldi endi? 2 kun ko'misam, chiroylari xuddi samandek sarg'ayib ketibdi-ku. Yana shu oshqozining bek bearam bo'lib ketayotgan o'xshamamdi qizim." Busarxon ana shundoq degenicha ittik o'rnidan turib Aliyaning oldiga yetib keldi. Aliyaning momisiga gap qilgudek holimi yo'q edi. U chiroyiga majburiy kulki yugurtib, aralla: "Qaytib keldingmi ana?" deyaladi. Sarem opasining savoliga: "Shu opa, kelmas ochiq-chuchuq qalaymiqan narsalarni yeyaverib, balaning oshqozini beklikadin chiqib ketibdi. Atdigandan og'rib, faqat bo'lolmay, tushdan keyin doktorga berib, asma astirib, andin elib keldim." degenicha qizi Aliyani yo'lab yotoq uyiga akirib, o'rin raslab yotqizib qo'ygandan keyin oshxonaga chiqib, issiq uzib tashlab osh etish uchun xamir yog'irishga tutish qildi. Sarem qizi Aliyaga ziyon qilib qolmasin deb, lozimi to'g'rimasdan suyuq osh etdi. Necha vaqtdan bo'yida bor bo'lg'achqa, sezikda qiynalib, tuzuk tomoqmi yeyolmagan Aliya, opasi o'xshitib etgan suyuq oshdan ikkichini ichivatgandan keyin qattiq tarlab, xeyli yeniklab qolgandek bo'lib qolgan edi. Ammo opasining aytgani bo'yicha o'rnidan chavirmay yotdi. Mana hayt degicha Aliyaning qo'rsqidagi homilini qirib elivatgilimi bir hafta bo'lib qolgan edi. Maktabga o'qish boshlaydiganға 2 kunlik qolgan bo'lib, Mardonning tam shu vaqtgacha qarasimi ko'rinmay vatadi. Uydagilar hammasi uningdan ansirashga boshladi. Saremmo qizi Aliyaning qo'rsqidagi homilini oldirayotgandan keyin uningdan xotirjam bo'lib, endi o'g'lining izderikini qilishga tushgan edi. Ammo Sarem shahar ichidagi Mardon berishga tegishli bo'lgan al-og'aynilari, ba'zi Mardon bilan birga o'ynaydigan bolalar va urug' tuqqanlarning uylari va uning savodoshlari ish qilib Mardon berishga mumkinchiligi bo'lgan yerlar bo'lsa, izdabmi uni topolmagandekin, yezilik tuqqanlaridan Mardonning izderigini qilishga boshladi. Oxiri Sarem Nevr ochisi Roziyaning o'g'li Muxtardan Mardonning izderigini ololadi. Muxtar oldida faqat ko'rmadim deb ching turib oldi. Keyin opasi Roziyaning: "Hey, yog'och quloq, qarab turib nimishqa yolg'on aytsan? Uningdan bir hafta ilgari kech bo'lganda Mardon bizning uyga kelgan edi-ku. Atstiqi sen bilan billa mahallaning oyoq tarafidagi parniqqa yollanma medikar bo'lib ishlagil borgan edinglar-ku. O kuni kechisi ne vaqtda qarasam chirg'inglar yeniq. Yerim kechadan o'tkich uxlamay, zodi nemish qildinglar kentang? Atsi saharda aldiratnashni qiliblar, kiyimingni almashtirib, sen Mardon bilan birga shaharga kirib ketgan eding. Kechqurun bo'lganda sen yolg'iz qaytib kelding. Ayta, Mardon zodi nega ketdi?" deb opasi Roziyaning qistashlari ostida oxiri rost gapni aytib, Mardon o kuni kechda bizning uyga chiqibdi ekan. Men opamni bir qattiq xafa qilib qo'ydim. Opamga yuz kelmayman.
Apamning chiroyiga qarayamayman. Shunga menga yordam qilsang, men boshqa shaharga berib bir mezgil aylanib kelaymikin degan. Menga yordam qilgan bo'lsang degan edi. Men sana qanday yordam qilman adash desam, men hozir uydan jimjitlik qaytib chiqqan bo'lg'achqa yenimda pul yo'q. Menga pul bo'lsa 100 ko'y berib turgan bo'lsang degan edi. Men nayt xijillik ichida, adash, mening yenimda pul bo'lgan bo'lsa, sen rostini berib turatdim. Ammo hozir yenimda pul yo'q, lekin xotirjam bo'lgan. Pul bo'lmagan bilan pul xajlayman desang, ikki bilkinga tayinib azroq taraq qilsanglar pul topa olaysan. Mahallimizning oyoq tarafidagi terilg'u yerlarni parnik itizlarga aylantirib o'tgan edi. Hozir parnik ichiga ko'ktatlarni yangilab teriydigan vaqt bo'ldi. Shuningdek parnik egalari zo'r turkumda ishlamchilarga muhtoj. Ertishini boshlab boray. Ikkimiz bir kun ishlasak, xeyli pulga ishlashimiz mumkin deb Mardana atsi Salim xo'jayining parnikiga ilib berib, ikkimiz bir kun parnik ichida purjaq erg'i chepib 120 ko'y pul topdik. Kechqurun bo'lganda putimizni yutkigidekmi maqdirimiz qolmagan holda uyga qaytib keldik. Biroq yanchig'imizda pulimiz bo'lgandan keyin nayt xushal edik. Biz kechda uyga qaytib kelib, opam aytgan tomoqni yeb xushal holda yetib, kechichi maslahatini pishirib, ertasi saharda Mardan bilan birga shaharga kirib, uzun yo'lliq avtobus bekitiga berib, Mardani Urumchiga boradigan avtobusga bilet ilib chiqarib qo'yib, u minib ketgandan keyin ondan men qaytib keldim. Saramning endi Muxtarning gipining oyig'ini anglashga taqati qolmagan edi. U urib, maydasiga mushlab yig'lashga boshladi. Taqdir. Bu menga nima tortqiloq? Mening qaysi qilgan bir gunohimga mushundoq jazolaydigansan. Men bu dunyoga ergi tegib, erning xo'rlashlariga, tayoqmush peshmalarga o'chirg'ili, dard azob oqibat tortqili to'ralganmi deyman. Mening bir kun bo'lsin xotirjam, xo'shal kun o'tkazganga haqqim yo'qmi? Bana ko'rsatmagan yana nima qismatlarim qoldi. Dunyo. Saram shundoq deb yig'lab, nola qilib atadi. Saram Nevri Atsi Raziyaning o'g'li Muxtardan bu gaplarni anglab, o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Bu nima kelgulik endi? Endi qizimning mayditini yig'ishtirib, deb nafas olg'uchilik, o'g'lim Mardan uyni, shaharni tashlab, yaqin yurtlarga sarson bo'lib chiqib ketsa, texi yaqinma emas, Urumchidek cho'ng markaziy shaharga chiqib ketdi deydi. Biz turayotgan bu kichikina nahiya bozoridan 30-40 yil burun taraqqiy qilgan bu cho'ng markaziy shaharda o'g'lim Mardandek 16-17 yoshga kirgan o'smir bolalar tugul cho'ng odamlarni tantirab qiladigan tursa, bu bola nalarda temizlab yurgandi. Kimlarni bir parcha non, bir qoch osh beradi, ta'mirib yurgandi. Voy esi. Merdan, sening bilan qilib qo'ygan bu sharmanda ishingning mushuncha bola nomus qiladigan ish ekanligini bilgan odam boshda hissiyotingga qul bo'lmay o'zingni kontrol qilsang bo'lmasmidi, o'g'lim? Yaqin yurtlarda yurib, yaxshi kishilarga uchrab qolsang bo'ldi. Bu sening ta'limingning o'ngdan kelgani. Balkim sana qilg'udek ish tepib beri. Ammo sendek Qur'oniga yetmagan bolalarning qo'lidan nima ish kelar? Yomon niyatli kishilarning qo'liga tushib qolib, o'g'rilik, bulonchilik degandek qonunga zid ish harakatlar bilan shug'ullanib qolmasanglar bo'ladi-ku. Taqdir. Menga 20 yosh kirmay turib, turmushning sinoqlarini üst-üstlab bergili turib edim. Ta hozirgacha sinoqlarim tugamadimi? Menga rahim qilgin, dunyo. Bu sinoqlarimni ko'tarib berishga bardoshlik bergidek madorim qolmadi. Menga rahim qilgin, sendan o'tinay hayotli. Senden ortiqcha bayashat, turmush, mal dunyo. Har qanday narsa talab qilmayman. Faqat menga ota-onamning, 2 bolamning holidan xabar ilib, ishlab mang'udek kuch-quvvat, salomatlik, xotirjam turmush ato qilsanglar kifoya. Senden o'tinay, mushu kichikkina orzuimga bo'lsin yetkazgin hayot.
Manga rahim qilgin, senden ötünay hayatlı. Sarım şularni o'ylab, o'zining chochlarini qamallig'inicha un silib yig'lab ketdi.